Aka aytdim menda turib bor, Allohdan so'ragaman. Yaxshi niyatda turib, yaxshi niyatda qo'ysataman deb, yaxshi niyatda telefon olsa, har yo'liga ishini bitiraman. Like'ni bosingizlar. Tirs. Azbek 100 ga 100 var, arashallardan kelgan. Qoni toza 100 dozalardan kelgan. Like bosingizlar. Bosingizlar tirs. Aka, like bosing. Sizdan arzimas narsada ishonavering. Sekin duatam ketmaydi. Like tirs. Tamam. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy qadrli obunachilari. Akalar, Xudo xolasa bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on arzonchilar optimchilar qishlog'idamiz. Akalar, Xudo xolasa siz izlagan arashan qo'ziladi liniyalik variantlarida, udorlardan, o'sha tarixda bitta variantlaridan edi-yu. Shunaqalaridan Xudo xolasa yuzi toza, qoni toza, liniyalik, legendarniy variantlardan olib keldim Azbek. Xudo xolasa kelsangiz siz obunachilaringizga video qilib chiqaramiz. Aytadi Azbek, Xudo xolasa zo'ridan kelgan. Qalpoli bola. Assalomu alaykum obunachilar. Azbek. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Azbek qo'ylar bor, o'ta zo'ridan kelgan. Ishqivoziga Xudo xolasa zo'ridan kelgan. Tamam Azbek, ishini bitiraman Azbek. Shuni bitirasiz. Ishini bitiraman. O'zim ishqivoz bo'laman Azbek, obunachilaringiz kelindim Azbek. Ishqivoz bo'lib keldingiz, ishqivozsiz bo'lsa ish bitadi. Ish bitadi Azbek, ishoning. Qalpoli bola, tan olish kerak, tan olish ham mard yelkachishi deydi. Zo'ridan kelibdi, haqiqiy xudo. Qo'ydi qaranglar obunachilar. O'ylamiz bor, bugungi yomonmiz. O'ta ideal Azbek. Qachon keldi? Bu yarim soatim bo'lmadi. Yarim soatdan bo'lgan-yu. Mashalloh. Qo'ying bormi desa, "Ey, meni uyda qo'yim bor-ku, ko'rsang uni havas qilasan, hasad qilmaysan" dedi. Qo'ydi qaranglar obunachilar, o'ta zo'ridan haqiqiy liniyalik variantlaridan, udorlaridan olib keldim. Xudo xolasa zo'ridan bo'lsin. Mo'ni qo'ydi olsangiz aka, havas qilasiz-da. Xudo xolasa bir kun emas. Aka, havas qilib qo'ying. Havas qiling, bir kun emas, bir kun yetadi shunaqa qo'yga. Xudo xolasa, lekin haqiqiy zo'ridan. Hammamizni ko'ramizda shunaqa qo'ylardan 2000tadan boqishlik nasib qilsin. Bittadan like bosib qo'ying. Ana leylanisi, inasi, o'zim qanaqa leylasi bilan tilpingsin, ishini bitir. Aytiladi, bu yerdan aytiladi. Xudo xolasa akalar qo'ziladi qaranglar. Mashalloh. Qancha maqtasang arziydigan variantlaridan-da. Xudo xolasa haqiqiy zo'rlaridan. Qo'ydi qarang Azbek. Mashalloh. Hamma ularning ichidan to'g'ri gap shu, hammasi pulga harakat jonivorlarimiz. Mashalloh. Aka, qo'ydi bor, meni yomon ko'ring-da, bitta olib qo'ying. Olsangiz yutasiz-da aka. Olsangiz yutasiz. Olmasangiz siz qayda yutasiz aka? Mana qo'ydi. Sifatiga bittadan baho bering-da jonivorlarimizga. Sirras telefon qiling, ish bitadi. Har yo'liga ish bitadi. Bitadi Azbek. Bitadi. Bu odamni shuni bitiraman. Ishonim. Oylik qanaqa bo'ladi? Bo'ladi oilaga Azbek 4-5 oylik. 4 oylik, 5 oylik fidus meni. Vaqtida. Lekin tan olish kerak, tan olsam yerga mard ishidi-yu. Ishonim, kanalga chiqmagan qo'ylarni olib keldingiz bugunga. 2 kun ko'rinmay qoldimmi kanalda? Shuni topib keldim. Obunachilarni topib keldim. Niye bismillahirrahmanirrahim? O'ta Azbek, ishani aytaman. Shu telefon qilsa hamma uyg'un aytaman Azbek. Mashalloh. Aytadi-yu. Like bosmaslik iloji yo'q. Aka, bittadan like bosib qo'ying. Men ham ko'rmaganman bunaqa qo'ylarni hali. Haqiqiy o'sha maqta, qancha maqtasang arzigulik variantlarda. Haligi aytadi-yu, tarixda nomer adillarida, nomer vallaridan deydi-yu, shunaqalarda. Siz bor keyin qo'ygunlar Azbek. Mashalloh. Haqiqiy udor yuzlarini qaranglar, jonivorlarimiz. Maqta qancha maqtan arziydi. Arzimasa men ham bu jaydar qo'yda olib chiqib olib maqtamayman, obunachilar. Qo'y zo'r bo'lsin, qancha zo'rini Xudo xolasa kunga zo'rini olib kelyaptilar Qalpoli bola. Bilmayman qaydan to'yib kelyaptilar, lekin shaqqan Azbek obunachilarni to'yib kelyapman. Qimirlarida. Shunday. Niyabishnilarida. Ha, вообще Azbek. Ideallardan Azbek. Qalpoli bola. Aytaman, to'xtab, eng qiziq qo'chqarmi sog'limi? Bular Azbek 9 soat so'lib. 2 donasi qo'chqar. Sovli. Sovli Azbek. Aniqmi? Soni 11 dona. Ha. 2 tasi qo'chqar. Ha. Hop. 8-9 tasi urg'och. Ha.
Canınız sağ olsun. Maşallah. Qo'yim bormi desa boru. Qo'ying bormi desa, aka maqtasangiz arziydi-da bu jonivorlarimiz. Qancha maqtasang arziguligi variantlarda. Yuzi toza, qoni tozalardan. Devana qajadi, qo'ydi qaranglar. Ajratsan keyin ko'rinadi bu jonivorlar. Ajratmasan ko'rinmaydi. Ha, o'qdim. Bitta yurgandan keyin ko'rinmaydi qo'ylar. Aka, shu qo'ygaptidan like bosib qo'ying. Azbek sen yomonsan dengda shu qo'ygaptidan like bosib qo'ying. Qo'y to'riga tuqqaningga yamaydi-ku. Qo'y sifati zo'r, udor, ideal. Haqiqiy zo'rida. Pardoz berilmadi jonivorlarga. Mashalloh. Bir joyga olsa, bunday gap turib bir joyga olaman qo'yingdi. Qancha berasan? 10 men bitta ikkita qilmayman. 10 bittasini olaman deysiz. Shuni optimum odam bitadi. Qancha? Valla 31'den ketaveradi. Pali bola. Qancha maqtadim? To'xtan, qancha maqtadim? Dollar qo'yapti. Qancha maqtadim? Jama'dan qo'ylarim arziydi Azbek. Oxlaymizmi men maqtaganimni? 27 dan berishadi bir joyga. 2 million 700 ming so'mdan sotildi tamom. Alpali bola. Bular appga olisham ishonarang, enchalik oldi. 2 million 700 ming so'mdan ish qilib telefon bir joyga olishadi. Lekin to'g'ri gap immat yetishmaydi qo'yingizda. Qo'ydi sifat zo'r, haqiqatan udor ekan qo'yingiz. O'ylaver aka. Eng kichkinasi mana shu. Quloq qarang. Xudo xolasa. Qanaqa ekan sifat Zabar aka? To'g'risini ayting, mana sizdan turibsiz. Assalomu alaykum. Qanaqa ekan sifat zo'r ekan, ko'rmasak ham qo'yiladi. Qo'y sifat ekan haqiqatan. O'zim ishqiboz bo'lib, mana o'zim obunachilarga tavsiya qilaman. Jonivorlar. Qarang qo'ydi. Qo'ydi, mashalloh. Eng kichkinasi ham xudo xolasa yuzi toza, qoni toza, u dori variantlarda. Kelib turib, kel. Arzonchi emasmi, baraga mana shu bola. To'g'risini ayting sizdan mana. Bilaman, men hozir o'zim ham qo'ylar ko'rganishdim. Dangal qo'ylar bo'lgan, bir-birimiz ko'rmayapmiz. Yana zalayaptiram bular. Kel, 27 dan berishadi. Yengil bering, dangal. Dangal gapda mana o'zimda qarasa o'zim YouTube'imda sizlar ikki qo'ldan chiqaraman xolos. To'g'rimi? To'g'ri qo'yim, kecha chiqargan qo'y, tugadi. Hamma sotildimi aka? Arzon chiqaryapti, shunga sotilyapti aka. Uzr so'rab qolma, dangal telefonlar olmayapti. Hozir yana yo'lga chiqib ketyapti Azbek. Xudo xolasa, hozir yo'ldamiz. Bag'da bittada sotadi. Bu bag'am qimmat kelmaydi. Bilaman, arzon qanchadan berasiz? Martqa erkak savdo qilasiz. 2 milliondan olsang. Alpali bola 2 million 800 ming so'mdan judagina otanga rahmat deyshadi. Sotildi tamom. Yo'q, Azbek o'zi. Rasaga qo'ying, Zabar aka 28 dan bo'lyapti. Zabar aka o'zi necha puldan qo'yapti? Aka. Men ham 28, 29 qo'yapman. 3 million tepasida 3 millionga Azbek hayotda qo'y chiqarmaydi. To'g'ri. 3 million ustida bo'lsa chiqarmayman men. Kel, 28 dan bir joyga. 29 dan ketdi mana. Qalpali bola. Zabar akamni hurmat. To'xtab turing mana. Shaytiga mana yetaga achchiq haqiqat dedi-yu. Hammasini olishadi. To'xtab turing. Sizniki ham emas, bizniki ham emas 2 million 850 ming so'm. Nima bo'ladi shunda narsa baraka? Bermasang men ham xafa bo'laman. Keyin 28,5 dan sotildi tamom. Ikkita uchtasini tanlab olishadi. Yo'q, hammasi. 3 million tepasi sotilaveradi. Hey aka o'zi. Lekin bitta olishadi. Keyin xursandmisiz? Bo'ldi, 28. Joningiz sog' bo'lsin. Zubdayo, tilpin qilsin tamom ishini bitiradi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar 2 million 850 ming so'mdan bo'lyapti. Aka, shoshiling. O'yladi qaranglar. Shohdo xolasa haqiqiy udonlardan, mashalloh. Masli dedi-yu, shunaqa variantlardan. Akalar, bu partiyamizga injig'idan baqaman. Menga zo'ridan bo'lsin Azbek. Bilasani uka, men bundaroq qo'y bahmayman. Zo'ridan bo'lsin, olib boqaman. Deydigan akalarimiz uchun tavsiya qilamiz akalar. Alpoli bola qanaqa zoti? Arashan qizil variantlar. Jonivorlarimiz. Qo'ydi qarang aka. Mashalloh. Masli deydigan variantlar. Mana qanday chudan alpoli bola. Mashalloh. Vazlay. O'g'ay. Qo'y Bilan qo'ydi, parqiga boradi odam to'plasin-da menga. ajratadigan odam telefon qilsa. Bunday Azbek. Bu qo'ylarda Azbek junini olaman. O'qilam. Junini olmaysizlar. Like bosib turing tamom. Mashalloh. Alpoli bola. Azbek. Oylik qanaqa yozamiz? Oylik Azbek 6 oy. To'g'ri gap mana. Aka, 6 oylikdan o'tgan qo'y to'g'liga
harakat o'zi. To'g'li kerak. Azbek. Kuzga borasiz, Nega tamam. boru? Qo'chqorni zo'ridan qilib beradi. So'lim qo'chqormi bular? Bular hammasi urg'och. Tuqqani rost gap tuqqaniga yoqmaydi deydi-yu. Ha. Shunaqa-da. Xudo xolasa, Bir odamda o'ylayapti, sizlar qimmat qo'yadi. Biz bari bizga yengil foydasi yetadi. tamam. Eng o'ndan 10 bor odam tutmasin. Uyda 10 bor o'tadi. Uyda 10 bor odam tutmoq. Bunday azbek. Biz Xudo kechqurun xolasa- qo'yib sotib qo'yib etdan getirib olmayapti azbek. Telefonda olmayapti. Xudo xolasa, lekin qo'ylarimiz haqiqiy zo'r. Sifatlari zo'r. Son nechta? Sonimi? Ha. Son 7 dona. Son 7 bosh. Mashalloh. Qo'ylar qaranglar akalar. Shu haqiqiy 50 tasidan boqaman. Zo'ridan bo'lsin. Udoridan. Men qaychi ishlatmayman, uka. Meni ham to'g'ri tushun. O'z uchun to'laydigan variantlaridan bo'lsin. Azbek. Deydigan haji tavojivalarimiz uchun. Aytyapman, Sarazi bugun videoni jo'natib qo'yaman. ishonaverim. Mola chiqmaganimni yo'qman, miya bor. O'ylamaydiman, karsachaveramman. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'ydi yuziga bir boshdan baho bering. Aka, 10 mana. Charchovi Bunlar chiqadi. qaytib tug'ilmaydi, aka. Qaytib tug'ilmaydi qanday? Jonivorlar. Sifat qarang. Marjonlaridan, asallaridan dedi-yu, xudo xolasa, haligi pochini ochilmagan variantlaridan, to'qliga o'tib qolgan variantlarni. Soni Soni 7 dan birasi, 7 don. 7 bosh. 7 bosh. Hammasi urg'ochi. Bitta Hammasi qo'chqor urg'och. qibir deysan, Azbek, ishonavering. Bitta qo'chqor xohlasa kedishiga qarab qibiraman. Men qo'yda ko'rsatib qo'yaman, Azbek. Mana qo'yda. Sekin tulayapti, Azbek. To'shit qarang aka. To'shit qarang, buni to'shit qarang. Xohlasa Azbek hammasini ko'rshunaqa. Men qo'yda ham ko'rsatib qo'yingda. Jonivorlar. Qo'yladi, qarang turishini. Sifat qarang aka. Mana holatda. Mashalloh. Bir joyga olsa alpoli bola. Azbek. Qancha beradi? Haqiqiy xudo xolisa shu haqiqiy udor variantlarda. Zo'ridan mana bitta ikkita o'zi ajrasa, qo'ylar ko'rinadi-da aka. Qo'ylar ko'rinadi. Haqiqiy lekin udorlaridan. Sifat qarang. Mashalloh. Mashalloh. Oyda qarang. Havasda boqaman deydigan taqalarimiz uchun qancha? Marhamat. Ha. Bizda quruq gap yo'q-da. Yo'q. Dangal gapirsa. Bularda 20 Martdan mart bo'lmoqlis. 2700 ming so'mdan. 2017 ming. Hey! Bugun bo'lsin, bugun. Murakmi? Siz to'g'risi tamam. Akalar! 2 million 700 ming so'mdan qanaqa naqla bo'lyapti? Kommentariyaga bor, o'z fikrlarini otangga rahmat Tolibjon deb tur. Laykni bor-u. Laykda eshitdingmi? Tirs bosib tur. Tamam. Arzon bo'lsinmi? Arzon bo'lsin. Ishonim. Lovuzmi? Zublar. 2 million 500 ming so'mdan. Ey! 2 million 500 ming so'mdan arzon bo'lsin bo'ldi, tamam. Ha, Azbek. Arzon bo'lsinmi? Tushuningda. Arzon bo'lsinmi, qimmat bo'lsinmi? Arzon bo'lsin, unga to'g'ri kelmaydi-da, o'sha. 2,5 milliondan bo'ldi. Sizniki emas, meniki emas. Ha. Eshitdingda? To'xta. Yo, siz meni ham eshitdingda? Yo, podomay, nari qo'yladi, masalan, o'zi mo'ljal balandroq edi. Hanna. O'zi mo'ljalda 3 milliondan ham oshiqroq. Dangaliga. Siz obunachilar taraf bo'ldingiz. Men ham obunachilar tarafman. Mononi yengil 26 dan xursand bo'lib pul sana bersa tamam. Xursand bo'libmi? Xursand. To'xta, yana 50 million. Yo'q, endagi gap sig'maydi. To'g'ri tushunolmayman. Qalpoli bola. 26 dan mononi o'g'lim otangga rahmat laykni bosib qo'ydim deb turib, telefon qilasan tamam. 2 million 550 ming so'mdan bo'ldi. Yo'q, Azbek. Endi sen mana nima? Qalpoli bola. Bu qo'yladi 28 chiqaradi. Men 26 dan yengil xursandchilik bilan bor. Qalpoli bola. Bo'ldi, ag'i gap sig'maydi. 2 million 550 ming so'mdan ag'ida bo'lsa mana. Qani hisobisi? Anami? Javob. Otangizga rahmat. Akalar 2 million 550 ming so'mdan. Voy maşallah. Bugun bo'lsin, ishonarim.
Menga bari bugun qo'yda ziyon kerak emas. Duoga ishlanadi. Qo'yim soni ko'p. Mikinchki yo. Emas, shalom. Qo'yim soni bor 250 ta. 250. 250 bosh. Tilpon bo'lsa tamam, odamni ishini zotini o'zida bitiraman. Har kuni uyda qilamiz endi. Da xolasa kuniga uyda qilamiz. Qo'yim seyrab deyapman, azizlik. O'ylam. Uydalar. Ishaning, o tilpon bilanmi? Tilponni qilib turib, qo'y bermagan ekanlarni qo'ydi beramiz. Bugun. Bugun. Bugun qalbali boladan ololmagan odamlar oladi. Shunday azizlik. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyalarimizga Xudo xolasa dollar ranglarida. Azbek puli arzon bo'lsin uka. Menga Xudo xolasa puli arzonidan bo'lsin deydigan akalarimiz uchun akalar. Soni 3 bosh o'zi bitta obunachilarimizga. Tavsiya qilamiz akalar. Shoshilib aloqa chiqaramiz Xudo xolasa. O'ta oxularida. Mashalloh. Qo'slar pardasini ham bermasdi hali. Hali hech qancha bo'lgan yo'q deganiga. Jonivorlarimiz mashalloh. Sifat qaranglar, Xudo xolasa. Haqiqiy udor sifat toza ekanda. Elit noyu variantlarida. Echki o'sha ekan, jonivorni qarang. Ha? Echki o'sha ekan. Jonivorimiz mashalloh. Qarang. Alpali bola sog'lom qo'chqormi? Voy, ko'p qo'chqor. O'z qo'chqor ko'p. Aha, ikkita sarig'i urg'ochi. Bu ikki surg'ochi, ikkita sariq. Xudo xolasa bittasi qo'chqor, O'sha bitta ikki yengil bosh. ro'zgar, yangi ko'z chiqqan akalarimizga yengil mash yetadi azizlik. To'g'risi gapda azizlik. Kimdir azizlik, 3 ta urib yetadi azizlik. Kimdir azizlik, 100 taga qubraydi. hamma har xil azizlik. 5 xil barabar emas azizlik. Hoppa Ashtaqa to'g'ri. azizlik. Hop, bular oylik qanaqa Alpali bola? Oilaga azizlik 3 oyliga bag'il azizlik. 4 oylik 3 oyliga bag'il. Minus-da. Ana shuni azizlik. Qanchadan beramiz? Bo'ladiganni Ha. aytaman. 23 dan bersan aytib ketishyapsan azizlik. 22 da. Aytib ketishmaydi shundan. O'zim olib borib beraman. Ishoning. Shu azizlik. 22 dan azizlik bu qo'ylarni qo'ygan yo'qda, uka, to'g'risiga. Qo'y mana qo'y qo'yyapti azizlik. Qo'y bilan qo'yni solishtirib qo'yishsin. Farqi bor. Farqi bor. Farqi bor azizlik. Keng. 22,5 dan bo'ldi. 23 dan olasan. To'xtab tur. Xayri bo'ladi, 50 ming so'mni odamdi. Bo'ldi. Hech kim aytganini sotmaydi. To'g'rimi? Ha. Aniqmi 2200? Telefon olasan, odamni ishini bitiraman azizlik. Любой проблема ish bitadi. Telefon odamni ishini bitiraman. Ishoning. Odam bo'lib qolsa ishini bitiraman. Odam bo'lib qolsa bo'ldi, telefon qilaverasiz akalar. 2 million 250 ming so'mlar. Lekin to'g'ri gap arzon chiqdi akalar. Shoshilib aloqaga chiqaramiz. Lekin pardozi ham berilmabdi akalar. Bizda pardoz berilmadi. To'g'ri akalar. 2 million 250 ming so'mga aloqaga chiqaramiz akalar. Telefon qiling, hech kimda aytgani bo'lmagan. Xayri bor. Azmaz o'tib beraman. Sunnatiga. O'ylanma. Umuman azizlik. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'ylar ko'p akalar. O qo'ralarda, bu qo'ralarda qo'ylar ko'p. Do'st ertagami yo'qlamizmi? Azbek, men 250 ta dedimmi? Bitta bu qo'ronda emas, nari qo'rondan bor Azbek. Aqdam qo'ramiz bu yana. Aqdamdan qo'ra bu. Shuni ko'rsatib, bemalol o'ritaman mayli qilib. Ukalar tashlab, ko'raman deb bas degan odamlarga lakasi tashlab beraveramiz Azbek. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar shoshilib aloqa chiqaramiz. Bittadan like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lib ketishdan chiqmasin.